Shkurka apparat bilan shkurka qilishni 100% o'rgatib qo'yaman. Kraska uchun P320 nomli nasatkali najdakni tarelka o'rtasiga to'g'ri o'rnating. Aboy uchun P240 to'g'ri keladi. Eng past P60, eng balandi P320, undan baland yo'q. Agar devoringiz notekis shpaklovka qilingan bo'lsa, ishni boshlasingiz mumkin. Agar devoringiz tekis shpaklovka qilingan bo'lsa, ikkita najdakni bir-biriga ishqalab, najdakni eskirtiring. Bo'lmasa devoringizni chizib tashlab sizni qo'rqitadi. Eng past tezlikda 2 kun ishlab qo'lingizni o'rgating. Keyin o'rtacha tezlikda ishlang. U ishingizga tezlik beradi. Apparatni devorga yaqinlashtirayotganingizda to'g'ri bir xil devorga yumshoq tegsin va olayotganingizda ham bir xil to'g'ri va yumshoq devordan uzib oling. Bir tomoni tegib aylansa devorni tishlab oladi. Ishni tepadan boshlaysiz, pastga qarab. O'ngga va chapga o'rtacha 120 sm da o'ngga, chapga sekin, pastga qarab shoshilmay, bosmay tushib kelasiz. Ishlayotgan xonangiz qop-qorong'i bo'lsin. Kunduz kuni eshik ramkalarini yaxshilab yoping, yorug'lik ichkariga kirmasin. Ichki burchaklarga yaqin bormang. Eshik deraza burchaklariga 20% dan ko'p chiqarmang. Apparatni qattiq ishlang. Xayol bilan bir joyda ko'p ishlab turmang. Defekt joylarni qalam bilan belgilab qo'ying. Pasini shkurka qilish juda qiyin, ehtiyot bo'ling. Boshida qo'lingiz kelmaydi, zig' bo'lmang. Davom eting, 2 soat o'rganib olasiz. Menga like, podpiska bosishni unutmang, bratan.